bugun juda ham achinarli holat. Qizmi o'g'ilmi ko'rgim ham kelmadi, qaragim ham kelmadi, ko'rmadim. Yosh qiz, 18 haftalik homilador, turmushga ham chiqmagan. Bolasini tushiraman deb har xil dori preparatlar ichgandek bola o'lgan. Odamchi xafa bo'lib ketadi-da mana shu holatlardan. Bu yana bitta taraf. Ikkinchi tarafi mana iko deb keladi. Iko qildirgan 8 yil kutib, 2 marta popetka qilgan, ikkalasida ham bolani yuragi to'xtab qolgan. Bu ham bitta achinarli holat. Biz shunaqa noshukurmiz. Birinchi farzand bersa mayli deymiz, keyin qiz bergandan keyin o'g'il tanlaymiz, o'g'il bersa qiz tanlaymiz, keyin uni bersa keyin uni oldiramiz, bermasa bermadi deymiz. O'sha uchun bilmadim, biz borgan sari noshukur bo'lib ketyapmiz. Men hozir o'zimni sohamdan kelib chiqib gapiryapman. Shu sohada men uchun juda ham og'riqli nuqtalar, ba'zi payt kimlargadir o'zim ham qo'shilib yig'lab beraman.